Assalomu alaykum azizlarim, mehri qaynoq insonlarim. Tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Mikrofonlar qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodira Begim. Bizning loyihamizga bir nechta tabrik xatlari kelib tushgan ekan. Keling ulardan bir nechtasini o'qib eshittiramiz. Qani ketdik. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maftunaxon opajonim, siz bo'lasizmi? Ha, men. Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yaxshimisiz? Sog'omonmisiz? Yo, rahmat. Ayni damda sizni kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan bezovta qilib turibman. Siz bilan to'g'ridan to'g'ri jonli muloqotda bo'layotgan boshlovchingiz Nodira Begim bo'laman. Opajonim, bugun sizning go'zal kuningiz, tavallud ayyomingiz ekan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, rahmat. Allohimga chin ne'mat, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xolis ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, bunday go'zal kunlarning davomiy bo'lishini tilaymiz. Dunyodagi eng baxtli, omadli insonlar safida bo'lishingizni ham chin dildan tilab qolamiz. Rahmat. Ushbu kunda tilaklarim ummon bir olam. Unda yo'q aslo g'am, tashvish, alam. Dunyodagi tilaklar bo'lganda ham jam. Siz uchun baribir bu tilaklar kam. Nasib etsin jannatlar, yiroq ketsin kulfatlar. Sizga bir shirin tilak, tug'ilgan kun muborak. Rahmat. Bugungi fayzli kunda qarshi olayotgan shukrona kunlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Yoshlaringiz muborak bo'lsin. Avvalo tanajoningiz sog', umringiz uzoq bo'lsin. Qarshi olayotgan 22 yoshingiz umringizning eng barokatli, eng fayzli yoshlaridan biri bo'lsin. Bizning ko'rsatimizga bir nechta tabrik xatlari yetib kelgan ekan. Kimdir sizni chin yurakdan tabriklashni istabdi. Nima deb o'ylaysiz? Bunday dilnomalarni, tabriknomalarni qaysi bir yaqin insoningiz yuborgan bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'rasizmi? Ayam bilan dadam yuborgan bo'lishi mumkin. Albatta ko'nglingiz adashmadi. Sizning eng yaqin insonlaringiz, otajoningiz, onajoningiz, Rustamjon va Zuhraxonlar nomidan yetib kelgan ekan. Shu bilan birga ukangiz Islomjon va singlingiz Muxlisaxonlar nomidan ham deya yo'llagan ekanlar. Mana shunday yaqin insonlaringizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Rahmat. Ruxsat bersangiz, ota-onangiz nomidan tabriknomalarni, dilnomalarni Alloh qodir qilganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Assalomu alaykum aziz qizimiz. Bugun sening hayotingdagi yana bir muhim bosqich. 22 yoshga to'lgan muborak kuning. Yaratganga beadad hamdlar bo'lsinki, seni bizga ato etdi. Sog' salomat, mehribon, aqlli farzand qilib tarbiyalashni bizga nasib qildi. Qizim, yillar o'tib sen ulg'ayding, ammo ko'zimizda hamon bizning beg'ubor qizalog'imizdek bo'lib qolasan. Seni dunyoga keltirganimizdan faxrlanamiz va har bir duoyimizda seni duo qilamiz. Alloh seni har bir qadamda asrasin. Sabr, iymon, shukr bilan hayotingni bezasin. Hayotingda faqat halol rizq,
pok niyat, ezgu do'stlar hamroh bo'lsin. Har bir kuning baraka, salomatlik, tinchlik bilan o'tsin. Orzu umidlaring ro'yobga chiqsin. Ko'ngling hech qachon g'am ko'rmasin. Alloh seni har doim o'z panohida asrasin. Senga uzoq umr, sihat salomatlik, baxt va cheksiz quvonchlar tilaymiz. Yuzingizdan tabassumingiz aslo arimasin. Qalbing doimo shodlik bilan to'lsin. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin qizimiz. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Qizim muhabbat bog'imning mevasi o'zing. Onamga o'xshaydi qoshing, ko'zing. Ko'zimga to'tiyo bosgan har izing. Umrimda porlagan mitti yulduzim. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Qo'llaring asta tutganda, ko'nglimdan ajib bir hislar o'tganda, armon hayotimdan bir zum o'tganda, Allohga aytaman shukrona so'zim. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Otangni, onangni kutgan oqsan. Yo'llarim yoritgan ko'kda moqsan. Padarim, volidam ovunchog'isan. Mehribon inson bo'l, yetadi ko'zim. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Seni chin dildan yaxshi ko'ruvchi ota-onang, seni mehr ila bag'rimizga bosib, ota-onajoning deya mana shunday go'zal tabriknomalarni siz tomon yo'llab qolishgan ekan. Opajonim, ota-onangizning samimiy tilaklari ko'nglingizdan joy oldi degan umiddamiz. Albatta. Ayni damda ijodiy guruhimiz Rahmat hammalaringga. Rahmat. Suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, boshqa bir yaqin insonlaringiz uchun dil izhorlaringiz bo'lsa eshitamiz. Dadajon, ayajon, hammalaringga rahmat. Shunday e'tiborlaring uchun. Ayam kutmagandim bunaqa bo'lishini. Sizlarni judayam qattiq sog'indim. To'g'ri so'z gapirolmayapman. Mayli opajonim, sog' salomat bo'ling, doimo kulib yuring. Rahmat hammalaringga rahmat. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin opajonim. Yuzingiz doimo quvonchga to'lsin. Hayotingizdan fayz arimasin. Duo va barcha samimiy tilaklarimiz siz uchun bo'ldi. Sog' bo'ling. Rahmat, sizlar ham sog' bo'linglar iloyim. Rahmat kattakon hammalaringga. Rahmat. Alloh panohida bo'ling opajonim. Mayli, rahmat. Rahmat. Bugun sizga jonim yulib beryapman. Endi qizim sizga omonat biling. Jismimni yarmini bo'lib beryapman. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Oh desa jonim ham tutday to'kilar. Dard teksa yuragim choki so'kilar. Ko'zidan yosh tomsa qaddim bukilar. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Oh desa jonim ham tutday to'kilar. Dard teksa yuragim choki so'kilar. Ko'zidan yosh tomsa qaddim bukilar. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qizim, gulgamas hayoga o'ralgan qizim. Necha yil Xudodan so'ralgan qizim.
iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qizim, gulga emas hayoga o'ralgan qizim. Necha yil Xudodan so'ralgan qizim, iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qizim tug'ilganda men parvoz qildim, jon desa jonimni poyandoz qildim. Kiprigim gardiga xokandoz qildim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qizim tug'ilganda men parvoz qildim, jon desa jonimni poyandoz qildim. Kiprigim gardiga xokandoz qildim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Oh desa jonim ham titray to'kilar, dard tegsa yuragim choki so'kilar. Ko'zidan yosh tomsa qalbim bukilar. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qizim, gulga emas hayoga o'ralgan qizim. Necha yil Xudodan so'ralgan qizim, iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qizim, gulga emas hayoga o'ralgan qizim. Necha yil Xudodan so'ralgan qizim, iltimos siz uni ehtiyot qiling.